Assalomu alaykum ahli YouTube. Yaxshimisizlar? Bugun terimni boshlab yubordik. Bu menimcha 3-chi terim ekan. 3-chi terim ekan, bir tonna birinchi 4-chi terim ekan. 100 kilo, 200 kilo, 280 kilo, keyin 380 kilo. Hozir mana bunisi to'l chiqadi, xudo xolasa 500 kilo. Terim bo'lyapti yo'da. Qizillarni terib falakda barglar olib tashladik. Mana bargimiz. Falagimiz zo'r ko'z tegmasa endi ko'rindi falakda nima borligi. Barg borligi ko'rinmayotdi. Barglarimiz böyle şu 500 gramdan bor, hech bo'lmaganda. Shu ikkovi 500 gram qolamiz. Bir kistida hech bo'lmaganda 500 gram bor. Bunisi kunisi yaptı ya, veya qizarish boshlandi. Barglar olindi. Barglar olingandan keyin pishtirdi nasib bo'lsa quyosh tekkandan keyin pomidor o'ta qizilda. Qon qizil qattiq bo'lar ekan. Uchinchi yarasilarim katta bo'lib qolibdi. Bir xilda. Faqat qizil qilib teringlar. Ertadan keyin ham yana qizarib qoladi. Qolsa mayli, qolib ketsin. Juda qizil ham. Falakda ahvoli. Olasa hech bo'lmaganda yarim kilo borda har bitta falakda. Endi abimga chiqib boshlaymiz. Xudo xolasa bugun tonna bor deyapman o'zimcha. Balki ko'proq ham chiqadi. Shu kun qizigan sari ko'payib ketaveradi. Pomidorlarimiz ko'rinishi shunday.